Mana shu yerda o'tirganlar, ilohim hammalari sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yurtda ellarimiz tinch bo'lsin, xonadonlarimiz tinch bo'lsin. Hamisha shunaqangi yaxshi kunlar bo'laversin ilohim. Mana shunday aziz yaxshi narsalar tashkillashtirganlarga Allohning rahmatini tilayman. Tani jonlaringiz sog' bo'lsin. Biz qancha kayfiyatlarimiz, nimalarimiz ko'tarildi mana sizlarni ko'rib, yaxshi qo'shiqlarni eshitdik mana. Rahmat hammalaringga. Prezidentimiz atrofida barchamizni jipslashib, yurt ezini uchun xizmat qilishni o'zing nasib etgin. Allohu akbar. Yig'lamagin, yig'latmagin, dunyoda yolg'iz o'tmagin. Sevdim deya kulay yonib. Mana shu biz bugun joylashtirgan Kapasaroy mahalla fuqarolar yig'ini umuman mana shu hudud Tojikistonga bir qadamda. Bugun biz mana aholi bilan gaplashyapmiz. Bu yerda tojikistonlik kelinlar bor. Tojikistonga kelin bo'lib tushgan qizlarimiz bor. Juda andalik bor bu yerda. Umuman aloqalarni bugungi kundagi rivoji, sharoiti haqida nima degan bo'lasiz? Bizda yosh ilgari, bundan bir necha yil ilgari Tojikiston, Qirg'iziston ular haqida tasavvur qilishamiz. Hozirgi kunga kelib prezidentimiz tomonidan yaratilgan sharoitlarda to'g'ridan to'g'ri odamgarchiligimiz bor, qarindosh urug'chiligimiz bor. Borib kelyapmiz, ular kelishyapti, biz boryapmiz. Tinchlik sharofati eng katta nima. Ayniqsa mana shu bizga bir qadamli daryoni haqi Tojikiston va biz. Bizni borish kelishimizga yaratilgan sharoitga prezidentimizga mingdan yotgan yurt tarixlarga yoshlar birgalikda idazor poyoni hech ko'rinmasdi tonggacha kezar